Shiddatli jang boshlandi. Jangning avvalidayoq Zayd ibn Horisa roziyallohu anhu shahid bo'ldi. Ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh. Bayroqni Ja'far ibn Abi Talib oldi. Qo'liga oldi, otidan tushdi, oldiga qarab yurdi. Ja'far ibn Abi Talib payg'ambarimiz bergan bayroqni baland ko'tardi, jangga kirishdi. Jang shiddatli bo'ldi. Mushriklardan bittasi kelib qo'liga qilich urdi, qo'lini uzib tashladi. Ikkinchi qo'liga oldi bayroqni. Ikkinchi qo'liga urdi, ikkinchi qo'lidan uni uzib tashladi. Bayroqni shu ikkala qo'lidan qolgan narsa bilan shunday quchoqlab oldi. Uchinchi zarba Ja'far ibn Abi Talibni ikkiga bo'lib tashladi. Shahid bo'lgan holda yiqildi. Keyin bayroqni Abdulloh ibn Ravoha oldi. U ham shahid bo'ldi. So'ngra Xolid ibn Valid oldi bayroqni. Shu bilan Xolid ibn Validning qo'liga o'tib ketdi bayroq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Mo'tani jangi qattiq bo'lgan kunida sahobalarni yig'ib Madinada turib, Mo'tada bo'layotgan jangni payg'ambarimiz xuddi ko'rib turganda aytib berdi. Uchala sahobasini shahid bo'lganligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga xabar qildi. Rasululloh uchala amirining vafot etgani xabarini bildilar, qattiq qayg'uga kirdilar. Ey mo'minlar, kofirlarning hujumiga duch kelganingizda Allohu akbar. Bo'ylar rijal. Dushmanga ro'baro kelganda orqaga qilib qochmanglar. Orqaga qaytmanglar. Faqat orqada sizlarni kutib turgan jamoatga qo'shilish uchun bo'lsa mayli. yoki qandaydir harbiy hiyla uchun chekinsanglar mayli. Boshqa o'rinda orqalarga qarab qochmanglar degan oyatiga payg'ambarimiz ishora